Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar hammangni bizni ko'ryapganlar. Bobirjon, Hop, tuzukmisan? tuzukman. Katta bo'lsang kim bo'lasan? Dunyo taniydigan inson bo'laman. Barakalla, yaxshi niyatlaringga yetgin. Hozir sportsmen, dunyo chempionlari, yaxshi ishlarni qiladigan insonlarni kamroq taniyapti odamlar. Bezorilik, ochoqat, qandaydir yomon ishlarni qilganlarni prosmotrlari ham ko'p bo'ladi, layklari ham ko'p bo'ladi. Seni Xudo xolasa layklaring, prosmotrlaring yaxshi narsalardan iborat bo'lsin. Bo'ptimi? Katta bo'lganingda hozir ham sen qatori barcha yoshlar ham shunaqa yaxshi insonlar bo'lib yetishsin. Unaqa yomonlikni orqasidan layk yig'adigan insonlar bo'lib yetishmasin. Sog' bo'linglar.